Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir Kelish shahrida joylashgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent tuman sudiga sud majlisida ishtirok etish uchun keldim. Himoyamdagi shaxs Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi 5-qismi bilan ayblanib sudga berilgan. Ya'ni giyohvandlik moddasini o'tkazish maqsadida saqlash bilan ayblanmoqda. Bu holat oldingi videorolikda ham aytib o'tganman, ammo bu boshqa jinoyat ishi. Holat esa har doimgidek jinoyat ishi materiallarida o'tkazish maqsadi isbotlanmagan. O'tkazish maqsadini isbotlashda yonidan, uyidan, mashinasidan o'tkazish alomatlarini bildiruvchi dalillar topilgan bo'lishi kerak. Tarozi, bo'laklarga bo'lingani, telefonda yozishmalarda va shunga o'xshash dalillar bo'lishi lozim. Himoyamdagi shaxsning uyidan giyohvand moddani iste'mol qilishga mo'ljallangan baklashka topilgan, ammo shaxsning giyohvandlikka ruju qo'yganligi, uning kasalligi, uni majburiy davolash kerakmi? Bu savollar esa ochiq qolgan, tergovchi tomonidan aniqlanmagan. Narkologiya dispanserida hisobda turadimi? Buni aniqlash kerak edi. Narkologiya ekspertizasini tayinlash kerak edi. Bu bilan jinoyat ishi bir yoqlama yuritilgani ma'lum bo'lmoqda. Salomat bo'ling.